Endi bahonalaringiz o'tmaydi. Nimaga deysizmi? Chunki hozirgi kunda og'riqlar bo'ladimi, spazmlar bo'ladimi yoki bo'lmasam shamollashdan keyingi qolgan asoratlarda aptekadan borib dori ichib olishimiz oson bo'lib qoldi. Buning sababi o'zimizning layoqatsizligimiz. Banka qo'yish usullarimiz oldindan ota-bobolarimiz tomonidan qoldirilgan merosdir. To'g'ri, ba'zida o'sha qaysi vaqt mobaynida banka qo'yishlar zapretga, ya'ni taqiqqa qo'yib qo'yilgan edi. Hozir lekin to'g'ri usulda qo'llansa, samarasi o'sha ota-bobolarimiz bilgandek yaxshi natijalarga erishiladigan samarali usullarimizdandir. Sizlarda agar mana bunaqa eski seriyaning shisha bankalar bo'lmasa, shoshilmang. Yo'q, menda yo'q bu deyishga. Podvalimizda hammamiz saqlab qo'yadigan asal bankamiz, tomat bankalarimiz bor. O'sha bankalarni olib chiqib yaxshilab yuvib quritib, ana undan keyin moliyliklar bo'lmagan sharoitda uy sharoitida ham banka qilsangiz bo'ladi. Faqat boshidan eslatma, ya'ni taqiq etaman. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga mumkin emas. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarga shifokor tomonidan tavsiya berilsa, 7 yoshdan tepa o'tgan bolalarga esa aniq tashxislangandan keyin yoki bo'lmasam aniq kuchingiz, ya'ni aqlingiz yetsagina qo'yishingiz mumkin. Kattalarda esa onkologik kasalliklarda, qon evish kasalliklari bor bemorlarda tana harorati ko'tarilgan vaqtda va o'sha shifokor tomonidan ba'zi hollarda mumkin bo'lmagan sharoitda banka qo'yilmaydi, lekin spazm bo'lgan sohalarga yoki bo'lmasam qanaqadir charchoqdan keyingi holatda banka qo'ysangiz zo'r effekt berasiz. Demak, boshlaymiz. Shisha bankalarimiz, hozir menda shisha bankalar bor. Agar siz sharoitingiz bo'lmasa, aytdim, podvalizga qolib ketgan bankani olib chiqib ishlatadigan vaqt keldi. Bu chuda bankamiz, bu silikonli banka. Bunda asosan ansulit, ya'ni figura korreksiyada ishlatamiz. Bu banka ham vakuum hosil qilib, yallig'lanish jarayonida yoki bo'lmasam o'sha yo'tallardan keyin qolib ketadigan sharoitlarda bog'lan ko'chirishga zo'r samarali va o'zim yaxshi ko'rib ishlatadigan hijoma banka ham bor. Endi agar sizlarning sharoitingizda bo'lsa, uy sharoitida mana shu shisha bankalardan yoki bo'lmasam podvalizda qolib ketgan eski bankalardan foydalansangiz bo'ladi. Men hozir video olishdan oldin tayyor joylab oldim. Kartoshka nima sababdan qo'yishimiz mumkin? Kartoshka o'zidan chiqaradigan moddalar, misol uchun yallig'lanish prosesi ketayotgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam ayollarimizda o'sha ko'p harakatlikda yoki bo'lmasam o'sha mushaklari tonus holatiga kelib qolganda, birinchi kartoshkali bankani qo'yib o'sha spazmlarni yechib olishga zo'r yordam beradi. Ayniqsa yoz kunlarimiz kelyapti, hali bo'lib shamollab qoldim, bo'ynim og'rib qoldi, yelkam tortishib qoldi, muskularim tortishib qoldi degan vaqtda mana shu kartoshkali banka zo'r samara beradi va bu kartoshkali bankani olib bo'lgandan keyin massaj uslubini olsangiz, yana ham zo'r spazm qo'yadi. Endi kartoshkali massajga keladigan bo'lsak, banka uslubimizga kartoshkamiz mana bankamni og'ziga loyiq keladigan hajmda. Agar siz uydagi o'sha asal bankingiz yoki bo'lmasam tomat bankalari yoki har xil kichikroq bankalaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'shani og'ziga moslab kesib olsangiz bo'ladi. Agar kattaroq hajmdagi bankalarga 3 ta 4 ta gurt, kichkina bankalarga 2 ta ham yetadi. Va e'tibor bering, kartoshkalarimizni tagidan gurt chiqib qolmasin. Nimaga chiqib qolmasin? Chunki katta insonlar olayotgan taqdirda ham kattalarda 15-20 minut daqiqa turadi. Bolalarda o'sha 7 yoshdan 12 yoshgacha, 14 yoshgacha bo'lgan bolada taymerga qo'yib qo'ying, 10 minutdan oshmasin. Endi tayyorlab olgan gurtdan tagidan chiqib qolmaydi, sababi bu 10 minut turgandan keyin mana bu joydagi agar chiqib qolgan gurt donasi qolib ketadigan bo'lsa, terini shikastlab qo'yishi mumkin va terida o'sha qizarish yoki bo'lmasam botgan hisobiga achishish holatlari yuzaga keladi. Nimaga? Chunki bu terini bevosita tortadi, vakuum hosil qiladi. Ana shu vakuum hosil qilganda tagidagi kichkina zarra nuqta ham ta'sir yetkazib qo'yadi. Asalli yoki bo'lmasam o'sha hozirgi kunda rivojlanib kelayotgan shisha bankalarimizdan oldin terini oz miqdorda yog'lab olamiz. Sababi teri bolalarda juda ham nozik va keyinchalik bankadan keyin qizarib qolmasligi uchun qo'yiladigan sohamga yengil yog' surib olaman. Zaytun yog'i, bodom yog'i yoki bo'lmasam detskiy har xil yog'lar bo'lishi mumkin. Va esimizda bo'lish kerak, bolalarda hajmi bankan qo'yadigan joyimiz umurtqani ustiga mumkin emas. Ikkita kurikni atrofi va o'pka hajmi tushgan hududga qo'yishimiz mumkin. Umurtqani ustiga tushib qolmasin. Bu kattalarga ham taalluqli, kattalarga ham qo'yib bo'lmaydi. Va eng qo'yiladigan nuqtamiz ayollarda yoki erkaklar xo'jayinlarga qo'yadigan bo'lsangiz, bo'yin qismiga ham qo'yish mumkin kattalarga, faqat sochga shikast yetkazib qo'ymasin, gurt donalari chaqnash hosil qilib. Va kuragimizni oldi. Bolalarda ba'zida bronxitlar yoki bo'lmasam o'sha shamollashdan keyin balg'am qolib ketadigan vaqtda qo'lini bilan siypalaganingizda kurak maydoni bor. Kurak maydonimizni
tepa qismiga, o'rta qismiga va chekka qismiga qo'yishimiz ham mumkin. Orasida kamida 2 barmoq yoki bitta barmoqdan sal ko'proq joy qolish kerak va kure bilan aniqlaganimizda bonkani hajmi mana shu joyga tushadi. Bu balg'amlarni ketkazadi. Kurang ustiga ham tushsa bo'ladi, lekin yo'taldan keyingi qolib ketgan hududlarga o'sha prosesda bonkamiz shu hajmga tushadi. Qo'lingizdan aniqlaysiz va bitta bu tomonga tushadi, bu tomonga tushadi, mana o'rtalikka. Va o'rtasidagi hajmi 2 barmoq bilan qolib ketadi bolalarda. Demak, boshlaymiz. Bonkalarim mana kartoshkaga mos. Bonkalarim yuvilgan, quritilgan, toza. Ana endi gugurtni va bonkani olaman. Buni qo'yaman. Qo'yadigan joyimni aniqlab maydonini qo'yaman. Yosh bolangizga doimo tayinlang. Bolalar qamallab ketmasin. Endi yosh bolalarga mumkin emas. Katta bo'lgan insonlar ham gugurt chaqnagan, gugurt olganingizdan keyin tashqi tomonga qarab chaqamiz. Yoqamiz. Bu tomonga qarab chaqmaymiz, chunki uchidagi yongan badanga shikast yetkazib qo'yishi mumkin. Chaqdik, yondi. Bomka bilan olib kelaman. Qo'yamiz. Gugurtni olib, bolani ustida emas, o'chiramiz. O'chirilganimizdan ham sizlarga yaxshi tushunarli bo'lish uchun har xil shikast yetkazib, yondirib qo'ygan darajada emas, o'sha o'zimiz kartoshka olib kelgan joyimizga qo'yamiz. Mana shu usulni yana takrorlaymiz. Endi men bolamga mana 2 barmoqni qo'yib olmanda, keyingi joyga kartoshkani qo'yib olman. Bonkani yoniga tayyorlab olman. Keyin gugurt olib chaqilyapti, qilinyapti. Yonganini olib kelib chaqdim. E'tibor bering, kartoshka sinmasin. Oldim, chaqdim, o'chirdim. Mana shu usulni bo'yin qismiga erkaklarga ham mumkin, ayollarga ham mumkin. Tom umurtqani o'rtasiga emas, umurtqani chekkasi bilan taxlab olishingiz mumkin kattalarda va ko'krak qafasimizni, o'sha orqa kurak sohamizni tugagan qismigacha qo'yamiz. E'tiborli bo'ling, pochka orqa sohalarimizga va o'sha o't qoplarimizga ta'sir qilib, orqa sohalarimizga ta'sir qilmagan holda qo'yamiz va bonkalarimiz bolalarda 10 minut, yosh katta insonlarimizda agar monelik bo'lmasa o'sha 15 minut, 20 minut qo'yiladi va olganimizda olish uslubida ham tepaga qarab tortmaymiz. Qo'limiz bilan bosim beramiz. Qo'yildi, olindi. Qo'lindi, olindi. Bu kartoshkalarimizni olib tashlaganimizdan keyin bu sohani ishqalab olmaymiz. Agar bundan keyin kattalar massaj oladigan bo'ladigan bo'lsa, o'sha salfetkalik bilan olib bosilinadi, ustilarga choychap yopib qo'yiladi va bonka olinayotgan vaqtda ham ustilariga, hozir men sizlarga uchun ko'rsatma berish uchun olib tashladim. Yengil bonkani siljitib olmaydigan prostina tashlab qo'yasiz yoki kiyimlarini suv yuvib qolmasin. Bonkadan keyin ham 10 daqiqa dam oladi va sira surib ketish holatlari bo'lmasin, qon bosimini sal ko'taradi. Hammangizga bu video manfaatli bo'lsin. Kerakli insonlarga yuborib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling. Kommentariya yoki bo'lmasam bizga berilgan havolani baholang. Ertangi kunga bizga yana sizlar uchun qanaqadir videolar taqdim qilishimizni so'rab qolasizlar. Hammangizga manfaat